anchadan beri gapirardim, bu metodika haqiqatda ishlaydi, bu metodika haqiqatda ishlaydi deb. Ketma-ket bizda chiqayotgan chirurg terapeutlar chiqarayotgan natijalar aynan skoliozda, buralib ketgan torsionniy, rotatsionniy skoliozlarda kelayotgan chiroyli natijalarimiz avvalambor Allohga va keyinchalik bizani olgan yangi metodikalarimizni, bilimlarimizni bu samarasi hisoblanadi. Va men juda ham iltimos qilib aytmoqchi edim, massajistlarga, osteopatlarga, xiropraktorlarga, shu atlant tog'liga hamma mutaxassislar skolioz bu faqatgina 3 ta metodika bilan tuzaladi. Boshqa metodikalar skolioz kasalligida ishlamaydi. Korset-Shenot, Shrot metodikasi va operatsion usul og'ir bemorlarda. Bo'ldi. Qolgan narsa skoliozda ishlamaydi. Buni butun dunyoning rivojlangan shifoxonalari o'sha ilmiy tarzda, ilmiy maqolalar bilan buni isbotlab berishgan. Bu bilan nima demoqchiman? insonlarni vaqtini, sog'ligini olib borib qo'ymang. Buni hali javobi bor. Chunki nogironlikkacha olib borib qo'yasizlar, massajistlar ishlamaydi massaj skoliozda.